Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim, har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan mavzuni tushuntirib beraman. Dafn etish uchun beriladigan yordam puli. Ya'ni marhumni dafn qilish nafaqasi bo'yicha tartib va miqdor o'zgargani haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotni bilmaslik natijasida ko'p oilalar o'zlariga tegishli pulni ola olmay qoladi yoki hujjatlarda xato qilib sarson bo'ladi. Agar oilangizda pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi, yoshga doir pensiya oluvchi yoki ijtimoiy nafaqa oluvchi inson bo'lsa, bu video siz uchun juda zarur. Men bugun kimga qancha to'lanadi? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Qaysi holatlarda rad etilishi mumkin? Qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerak? Barchasini oddiy tilda tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot ertaga sizga yoki yaqinlaringizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Men avvalo masalaning ildizini tushuntirib beraman. Dafn etish nafaqasi deganda marhumni oxirgi manzilga kuzatish, ya'ni dafn marosimi bilan bog'liq xarajatlarni qisman qoplash uchun davlat tomonidan beriladigan bir martalik yordam puli tushuniladi. Bu pul doimiy pensiya emas. Har oy beriladigan nafaqa ham emas. Bu bir marta marhum vafot etgandan keyin odatda dafn ishlarini o'z zimmasiga olgan shaxsga beriladigan yordamdir. Avval ko'p odamlar bu pul haqida aniq bilmas edi. Kimdir faqat pensionerlar vafot etsa beriladi deb o'ylardi. Kimdir faqat qarindosh oladi deb tushunardi. Kimdir esa buni olish uchun juda ko'p tanish bilish kerak deb umuman murojaat qilmasdi. Natijada odamlar o'z haqlaridan bexabar qolardi. Amalda esa tartib ancha aniq. Agar marhum pensiya yoki tegishli ijtimoiy to'lov olgan bo'lsa, dafn etish nafaqasi pensiya jamg'armasi tizimi orqali rasmiy tartibda to'lanadi. Hozirgi muhim o'zgarish shundaki, dafn etish nafaqasi miqdori bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq bo'lgani uchun bazaviy hisoblash miqdori oshganda bu yordam puli ham oshadi. Oddiy qilib aytsam, davlat tomonidan belgilangan asosiy hisob birligi oshsa, dafn uchun ajratiladigan pul ham ko'payadi. Masalan, agar amaldagi bazaviy hisoblash miqdori 275 ming so'm bo'lsa, dafn etish nafaqasi 4 barobar hisoblanganda 1.500 ming so'm bo'ladi. Bu raqamni eslab qoling. Miqdor aynan amaldagi bazaviy hisoblash miqdoriga qarab belgilanadi. Shuning uchun har doim murojaat qilayotgan kundagi amaldagi miqdorni tekshirish kerak. Bu yerda asosiy yangilik shuki, ko'pchilik yordam puli o'sha eski miqdorda qolgan deb o'ylaydi. Aslida esa bazaviy hisoblash miqdori oshgani sari dafn nafaqasi ham avtomatik tarzda ko'proq bo'lishi mumkin. Shu sababli eski ma'lumotlarga ishonib, baribir kam pul bormasa ham bo'ladi deyish noto'g'ri. Bugungi kunda bu yordam oilaga hech bo'lmaganda marosim xarajatlarining bir qismini yopishga yordam beradi. Men bu masalada birinchi navbatda pensionerlarning farzandlari, turmush o'rtog'i, aka-uka va opa-singillari, qo'shnilar, mahalla faollari va vasiylik qilayotgan shaxslar e'tiborli bo'lishi kerak deb hisoblayman. Chunki ko'p hollarda marhumning o'zi pensiya olgan, lekin uning yaqinlari keyingi tartibni bilmaydi. Dafn ishlari shoshilinch bo'ladi. Odamlar ruhiy bosimda bo'ladi. Hujjat yig'ishga kuchi yetmaydi. Ana shunday paytda to'g'ri yo'l yo'rib juda kerak bo'ladi. Birinchi toifa yoshga doir pensiya oluvchilar. Masalan, otaxon 72 yoshda har oy yoshga doir pensiya olib kelgan. U kishi vafot etdi. Dafn xarajatlarini o'g'li ko'tardi. Bu holatda o'g'li pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, dafn etish nafaqasini olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bunda eng muhim narsa, marhum haqiqatan ham pensiya oluvchi bo'lganmi? Vafot etganlik guvohnomasi rasmiylashtirilganmi? Murojaat qiluvchi shaxs dafnni tashkil qilganini tasdiqlay oladimi? Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Masalan, bir ayol kishi 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya olgan. U vafot etganidan keyin uning singlisi dafn ishlarini qilgan. Singlisi men yaqin qarindoshman, lekin u bilan bir uyda yashamaganman deb xavotir olishi mumkin. Bu yerda muhim savol, dafn ishlarini kim amalga oshirdi? Ba'zi holatlarda aynan dafnni zimmasiga olgan shaxs murojaat qilishi mumkin. Shuning uchun faqat bir uyda yashash shart deb o'ylab qolmaslik kerak. Ammo hujjatlar to'g'ri bo'lishi zarur. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Masalan, ota vafotidan keyin farzandiga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan bo'lishi mumkin. Agar ushbu pensiya oluvchi shaxs vafot etsa, dafn nafaqasi masalasi ham alohida ko'rib chiqiladi. Bunday vaziyatlarda ko'p odamlar
Bu bola pensiya olardi, lekin kattalar nomidan kelardi. Endi yordam puli bo'ladimi deb so'rashadi. Javob shuki, hujjatlar va to'lov turi asosida pensiya jamg'armasi aniqlik kiritadi. Shuning uchun taxmin bilan yurmasdan rasmiy murojaat qilish kerak. 4-toifa ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Masalan, kam ta'minlangan oiladagi yoshi katta inson yoki nogironligi bo'lgan shaxs tegishli nafaqa olgan bo'lsa, vafot etganda qaysi organ to'laydi, qaysi tartib qo'llanadi? Buni aniqlash kerak. Ba'zan odamlar hamma to'lovni pensiya deb ataydi. Lekin amalda pensiya, nafaqa, kompensatsiya, moddiy yordam alohida tushunchalar. Shuning uchun men doim aytaman. Marhum qanday to'lov olganini aniq biling. Kartasiga davlatdan pul tushardi degan gapning o'zi yetarli emas. Endi aniq hayotiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli onaxon har oy pensiya olgan. U vafot etgandan keyin qizi dafn ishlarini qilgan. Qizi ertasi kuni fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organidan vafot etganlik guvohnomasini oladi. Keyin onasining pasporti yoki ID kartasi ma'lumotlari, o'zining shaxsini tasdiqlovchi hujjati va ariza bilan pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qiladi. Agar hammasi joyida bo'lsa, unga amaldagi tartib bo'yicha dafn etish nafaqasi to'lanadi. Agar miqdor 20.500.000 so'm bo'lsa, bu pul aynan bir martalik yordam sifatida beriladi. Yana bir misol, Andijonda yashovchi otaxon vafot etdi, lekin uning farzandlari Rossiyada. Dafn ishlarini qo'shnisi va jiyani amalga oshirdi. Endi savol tug'iladi. Pulni kim oladi? Bu yerda dafni haqiqatan tashkil qilgan shaxsning murojaati muhim bo'lishi mumkin. Lekin pensiya jamg'armasi hujjatlarga qaraydi. Ariza kimdan? Marhum bilan aloqasi qanday? Dafn xarajatlarini kim qilgan? Boshqa da'vogar bormi? Shuning uchun bunday holatda barcha yaqinlar kelishib olgani, keraksiz tortishuv bo'lmagani yaxshi. Yana bir ko'p uchraydigan holat. Marhum pensionerning bank kartasida hali olinmagan pensiya puli qolgan bo'ladi. Odamlar buni dafn nafaqasi bilan aralashtirib yuboradi. Bu ikkisi boshqa masala. Dafn nafaqasi alohida bir martalik yordam. Marhumning ololmay qolgan pensiyasi esa meros, oila a'zolari huquqi yoki qonuniy tartib bo'yicha alohida ko'riladigan masala bo'lishi mumkin. Shu sababli kartada pul bor ekan, demak daf puli shu deb o'ylamang. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar marhum umuman pensiya yoki tegishli ijtimoiy to'lov olmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi orqali aynan pensioner uchun belgilangan dafn nafaqasi chiqmasligi mumkin. Lekin bu umuman hech qanday yordam yo'q degani emas. Ayrim hollarda mahalla, hokimlik, ijtimoiy himoya organlari yoki ish joyi orqali boshqa turdagi yordam masalasi ko'rilishi mumkin. Masalan, ishlayotgan xodim vafot etsa, uning ish joyi, kasaba uyushmasi, mehnat shartnomasi, ijtimoiy sug'urta tartiblari ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir holatni alohida ko'rish kerak. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi xato, odamlar dafn etish nafaqasini olish muddatini cho'zib yuboradi. Hozir boshimiz og'rib turibdi, keyin boramiz deyshadi. Albatta, yaqin insonni yo'qotish og'ir, lekin hujjat ishlari ham o'z vaqtida qilinishi kerak. Qanchalik erta murojaat qilsangiz, shunchalik kamroq savol tug'iladi. Vafot etganlik guvohnomasi chiqqanidan keyin ortga surmasdan pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki telefon orqali maslahat oling. Ikkinchi xato. Guvohnoma va ma'lumotnomalardagi ism shariflar mos kelmaydi. Masalan, marhumning pasportida Abdullayev yozilgan, pensiya hujjatida Abdullayev bo'lishi mumkin. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 1949 yil. Boshqasida 1920 yil bo'lib qolgan. Bunday mayda ko'ringan xatolar to'lovni kechiktiradi. Shuning uchun hujjatlarni topshirishdan oldin ism, familiya, otasining ismi, JSSHIR, tug'ilgan sana, vafot etgan sana hammasi tekshirib chiqing. Uchinchi xato, bir nechta qarindosh bir vaqtda pulni olishga urinishadi. Masalan, marhumning o'g'li ham, qizi ham, ukasi ham dafnni men qildim desa, organlar vaziyatni aniqlashtiradi. Bu esa vaqtni cho'zadi. Eng to'g'ri yo'l. Oila ichida kim murojaat qilishini kelishib oling. Agar zarur bo'lsa, boshqa qarindoshlar e'tirozi yo'qligini yozma ravishda bildirishi mumkin. Hamma joyda bu talab qilinavermaydi, lekin nizoli holatlarda foydali bo'ladi. 4-nozik jihat, marhum yashagan joy va ro'yxatda turgan joy boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner Qashqadaryoda ro'yxatda, lekin oxirgi yillarda Toshkentda farzandinikida yashagan. Dafn ham Toshkentda bo'lgan. Endi qaysi tuman pensiya jamg'armasiga borish kerak? Odatda pensiya hisobda turgan hudud muhim bo'ladi. Lekin amaliyotda elektron tizimlar orqali aniqlash mumkin. Shuning uchun avval yaqin hududdagi
pensiya jamg'armasidan maslahat oling. Ular sizni kerakli bo'limga yo'naltiradi. 5-jihat bank kartasi yoki hisob raqami. Hozir ko'p to'lovlar plastik karta yoki bank hisobiga o'tkaziladi. Murojaat qiluvchi shaxs o'z nomidagi kartani tayyor qilib qo'ysa yaxshi. Birovning kartasini berish, akamning kartasiga tushiring deyish muammo tug'dirishi mumkin. Pul kimga tayinlansa, odatda o'sha shaxsning hisobiga tushishi kerak. Shuning uchun o'z nomingizdagi faol bank kartangiz bo'lsin. 6-jihat dafn etish nafaqasi meros puli emas. Bu juda muhim. Ba'zi qarindoshlar marhumning hamma farzandlariga teng bo'linishi kerak deb tortishadi. Aslida bu pul marhumning mulki sifatida merosga kirmaydi, balki daf xarajatlarini qoplash uchun beriladigan yordamdir. Uni kim dafni tashkil qilgan bo'lsa, o'sha olishi mantiqan to'g'ri. Albatta oilada o'zaro kelishuv bo'lishi mumkin, lekin davlat organi uchun asosiy narsa qonuniy murojaat va hujjatdir. 7-jihat. Marhum chet elda vafot etgan bo'lsa, bunday vaziyatlar ham ko'paygan. Masalan, pensioner farzandini ko'rgani chet elga ketgan va o'sha yerda vafot etgan. Bu holda vafot haqidagi hujjatlar o'sha davlatda rasmiylashtiriladi. Keyin O'zbekistonda tan olinishi, tarjima qilinishi, tasdiqlanishi kerak bo'lishi mumkin. Oddiy holatga qaraganda hujjat ishlari murakkabroq bo'ladi. Shuning uchun konsullik FHDYY va pensiya jamg'armasi bilan ketma-ket maslahatlashish zarur. 8-jihat ishlayotgan pensioner vafot etsa, masalan 63 yoshli erkak pensiya olib, shu bilan birga qorovul bo'lib ishlagan. U vafot etdi. Bu yerda ikki yo'nalish bo'lishi mumkin. Pensiya oluvchi sifatida dafn nafaqasi va ish joyi bilan bog'liq ehtimoliy to'lovlar. Ish beruvchi jamoa shartnomasi, mehnat qonunchiligi yoki ichki tartib asosida alohida yordam berishi mumkin. Oila faqat pensiya jamg'armasi bilan cheklanib qolmasdan, ish joyidan ham rasmiy ma'lumot so'rashi kerak. 9-jihat qarzdorlik masalasi. Ayrim odamlar marhumning kreditlari bor edi. Dafn nafaqasini bank olib qo'yadimi deb so'rashadi. Dafn nafaqasi maqsadli yordam bo'lgani uchun uni olish tartibi alohida. Lekin agar pul bank kartasiga tushsa va o'sha kartada blokirovka, qarzdorlik yoki ijro hujjatlari bo'lsa, amaliy muammo yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun murojaat qiluvchi shaxs o'zining toza, faol, muammosiz kartasini ko'rsatgani ma'qul. 10-jihat miqdorini noto'g'ri hisoblash. Men yana ta'kidlayman. Dafn etish nafaqasi miqdori amaldagi bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq. Bugun bir raqam bo'lishi, keyin davlat tomonidan bazaviy hisoblash miqdori oshirilsa, boshqa raqam bo'lishi mumkin. Shuning uchun eski videolar, eski xabarlar yoki qo'shnining 2 yil oldingi tajribasiga tayanmang. Eng to'g'ri ma'lumotni pensiya jamg'armasi bo'limi, rasmiy saytlar yoki ishonch telefonlari orqali tekshiring. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam. Vafot etganlik holatini rasmiylashtiring. Buning uchun tibbiy ma'lumotnoma va FHDYY orqali vafot etganlik guvohnomasi olinadi. Guvohnoma bo'lmasa, pensiya jamg'armasi to'lovini tayinlay olmaydi. Og'zaki gap, mahalla ma'lumotnomasi yoki shifoxona yozuvi yetarli bo'lmasligi mumkin. 2-qadam, marhum qanday to'lov olganini aniqlang. U yoshga doir pensiya olganmi, nogironlik pensiyasi olganmi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olganmi? Ijtimoiy nafaqa olganmi yoki umuman davlat to'lovi olmaganmi? Buni bilish uchun marhumning pensiya daftarchasi, bank kartasiga tushgan SMS xabarlari, avvalgi to'lov ma'lumotlari yoki pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumotlar yordam beradi. 3-qadam, murojaat qiluvchi shaxsni aniqlang. Oila ichida kelishib oling. Dafn nafaqasini olish uchun kim ariza beradi? Odatda dafnni tashkil qilgan shaxs murojaat qiladi. Bu farzand, turmush o'rtoq, qarindosh yoki ayrim holatlarda boshqa shaxs bo'lishi mumkin. Muhimi, hujjatlar tartibli bo'lsin va keyin qarindoshlar o'rtasida nizo chiqmasin. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda sizga quyidagilar kerak bo'ladi. Ariza, murojaat qiluvchining pasporti yoki ID kartasi, marhumning vafot etganlik guvohnomasi, marhumning shaxsiga oid ma'lumotlar. Agar kerak bo'lsa, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, bank kartasi yoki hisob raqam ma'lumotlari. Ayrim hududlarda elektron tizim orqali ko'p ma'lumotlar avtomatik chiqadi, lekin baribir hujjatlarni yo'ningizda olib borgan yaxshi. 5-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Eng to'g'risi, marhum pensiya hisobida turgan hududdagi bo'limga borish. Agar buni bilmasangiz, yashash joyingizdagi bo'limdan so'rang. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazada bor. Sizni kerakli manzilga yo'naltirishadi. 6-qadam, arizada ma'lumotlarni aniq yozing. Arizada marhumning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan va vafot etgan sanasi.
Murojaat qiluvchining ma'lumotlari, telefon raqami, bank hisob raqami aniq bo'lishi kerak. Telefon raqamingiz ishlaydigan bo'lsin, chunki qo'shimcha savol tug'ilsa, xodimlar siz bilan bog'lanishi mumkin. To'lov tayinlanishini kuzatib boring. Hujjat topshirganingizdan keyin bo'ldi, endi unutdim deb ketmang. Qachon ko'rib chiqiladi, qachon pul tushadi, yana qanday hujjat kerak bo'lishi mumkin, bularni so'rab oling. Agar belgilangan muddatdan oshib ketsa, telefon orqali yoki borib holatni aniqlashtiring. 8-qadam. Agar rad javobi berilsa, sababini yozma so'rang. Ba'zan odamlar og'zaki bo'lmaydi degan javobdan keyin ortga qaytadi. Men bunga qo'shilmayman. Agar siz o'zingizni haqli deb bilsangiz, rad etish sababi aniq aytilishi kerak. Hujjat yetishmadimi? Marhum pensiya oluvchi bo'lmaganmi? Boshqa shaxs oldin pulni olganmi? Muddat o'tganmi? Ma'lumotlar mos kelmayaptimi? Sababni biling. Sababni bilsangiz muammoni tuzatish mumkin. 9-qadam. Mahalla bilan hamkorlik qiling, lekin faqat og'zaki gapga tayanmang. Mahalla sizga ma'lumot, tasdiq, yo'naltirish bo'yicha yordam berishi mumkin. Lekin to'lov masalasida rasmiy organlar va rasmiy hujjatlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Mahalladagilar shunday dedi degan gap har doim yetarli bo'lmaydi. 10-qadam. Barcha hujjatlarning nusxasini saqlab qo'ying. Vafot etganlik guvohnomasi, ariza topshirilgan sana, qabul qilgan xodim ma'lumotlari, bank rekvizitlari hammasini tartib bilan saqlang. Keyin tushunmovchilik bo'lsa, qo'lingizda dalil bo'ladi. Men yana bir amaliy maslahat beraman. Oilangizdagi pensionerlarning hujjatlari qayerda turganini oldindan bilib qo'ying. Bu gap noqulay eshitilishi mumkin, lekin hayotda juda kerak. Pasport, pensiya ma'lumotlari, bank kartasi, telefon raqamlari, tibbiy hujjatlar, yaqin qarindoshlarning aloqalari tartibli tursa, og'ir kunda sarson bo'lmaysiz. Ko'p odamlar aynan hujjat topilmagan uchun bir necha kun yuguradi. Yana bir muhim narsa, yordam pulini olish uyat emas. Ba'zi odamlar marhumimizni davlat puli bilan daf qilgandek bo'lib qolmaylik deb murojaat qilmaydi. Bu noto'g'ri tushuncha. Bu pul insonning davlat tizimidagi huquqi, oilaga beriladigan qonuniy yordamdir. Siz uni so'rab yalinmaysiz. Siz o'zingizga tegishli rasmiy to'lovni olyapsiz. Ayniqsa bugungi xarajatlar sharoitida bu pul oilaning og'irini yengil qiladi. Demak, bugungi mavzuning eng asosiy xulosasi shuki, daf etish nafaqasi bir martalik yordam puli bo'lib, u marhum pensiya yoki tegishli ijtimoiy to'lov olgan holatlarda pensiya jamg'armasi orqali to'lanishi mumkin. Miqdor bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq bo'lgani uchun bazaviy hisoblash miqdori oshsa, yordam puli ham oshadi. Shuning uchun eski raqamlarga ishonib qolmang, doim amaldagi miqdorni tekshiring. Siz eng avvalo vafot etganlik guvohnomasini rasmiylashtirasiz. Marhum qanday to'lov olganini aniqlaysiz. Oila ichida kim murojaat qilishini belgilaysiz. Hujjatlarni tayyorlaysiz va pensiya jamg'armasining tegishli bo'limiga ariza berasiz. Agar biror joyda muammo chiqsa, sababini aniq so'rang. Hujjatlarni tekshiring. Kerak bo'lsa qayta murojaat qiling. Men sizlardan iltimos qilaman. Bu ma'lumotni faqat o'zingiz uchun emas, ota-onasi pensioner bo'lgan, nogironligi bo'lgan yaqiniga qarayotgan yoki davlat nafaqasi oluvchi qarindoshi bor insonlarga ham yetkazing. Chunki bunday paytda odamning bo'shi qotadi, oddiy tartibni ham eslay olmaydi. Oldindan bilgan odam esa og'ir kunda to'g'ri harakat qiladi. Agar sizda dafn etish nafaqasi, pensiya to'lovlari, marhumning olinmagan pensiyasi yoki hujjat topshirish bo'yicha savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Sizning hududingizda bu yordam puli qanday tartibda berilyapti? Qancha vaqtda tushyapti? Qanday hujjat so'rashdi? Tajribangizni ham yozing, boshqalarga foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Men esa sizlarga pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va qonuniy huquqlaringiz bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda va aniq tilda tushuntirishda davom etaman.